بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الثالث. الدرس الثالث عشر. 13. ders. Endi arkadaşlar, bugünkü dersimizdeki grammatikalarni yig'inchoqlasak, bugun asosliqi biz shart to'g'risida, ya'ni iza to'g'risida so'zlaymiz. Endi iza asli ravish bo'lib, ya'ni vaqtni ifodalaydi. Manda qilgan vaqtda, anda qilgan vaqtda, manda qilgan chaqda, anda qilgan chaq degandek vaqtni bo'lib ifodalab ravish bo'ladi. Endi bu ravish bo'lishdan boshqa shartning ma'nosini o'z ichiga oldi. Masalan, normallikqa manda ish bo'lgan vaqtda deb emas, manda bo'lgan vaqtda manda bo'ladi degandek shartning ma'nosini o'z ichiga oldi. Endi buning aloqa manjiyatiga alohidligi bu ko'pincha fil madining ustiga kiradi, ammo fil madining ustiga kirsa, fil madining ma'nosini kelgusi zaman, o'tgan zamonga kirsimi, garchi kelgusi zamonga ma'nosini o'zgartirib o'tadi. Yoki fil mudorining ustiga kirib qoladi, fil mudorining ustiga kirsa, buning javobini cho'qimdan bo'ladi, fil mudori shaklda bo'ladi. Bu idaning alohidligi. Demak, yig'inchoqlagan vaqtda mayli o'tgan zaman filning ustiga kirsin, mayli kelgusi zaman filning ustiga kirsin, buning ma'nosi o'xshashlar kelgusi zamonga mingaveradi. Shart va javob har ikkala jumlasining ma'nosini kelgusi zaman shaklda tarjima qilsak bo'ladi. Endi bu yerda shart javob degan ishga gap chiqib qoldi. Bu masalan bir misol olsak, Qur'oni Karimdagi iza jaa asrusam bilan turishliqo, iza jaa nasrullohi val fathu va ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Kishilarningki Allohning diniga, Allohning yordami kelib, kishilarning Allohning diniga to'p-to'p kirayotganligini ko'rgan vaqtingizda fasabbih, tasbih ayting. Manda ish bo'lgan, anda ishni ko'rayotgan vaqtingizda degani shart jumla hisoblansa, tasbih ayting degan jumla javob jumla hisoblanadi. Ada kun chiqqan vaqtda ko'rishaylik. Mayadagi kun chiqqan vaqtda degani shart jumla bo'lsa, ko'rishaylik degani nima bo'ladi? Jazo jumla bo'ladi. Iza jaa Ramazon futihat abwabul janna. Ramazon kelsa, jannatning eshiklari ochiladi degandagi iza jaa Ramazondagi jaa Ramazon shart jumla, futihat abwabul janna qanday jumla? Javob jumla. Endi demakchi o'g'limiz iza ko'pincha hollarda mazmun ustiga kirib, ma'nosini mudori shaklda ifodalaydi, ammo mudorining ustiga kirib qoladi, bu vaqtda yana o'xshashlar mudori ma'noni ifodalaydi. Demak, mayli madining ustiga kirsin, ya'ni o'tgan zamonning, yoki mudori kelgusi zaman, hozirgi zaman fillarning ustiga kirsin, o'xshashlar iza kelgan jumladagi ma'no kelgusi zaman shaklda bo'ladi. Endi bu yerda bir gap chiqib qoldi-ku, shart javob deydigan. Endi biz burundan anglab kelyapmiz javob jumlaga, shartning javobiga fakir deganda gaplarni. Bugun mushuni aniqlab etsak, 4 xil shartning javobiga fakirdir. Birisi javob jumla mazi bo'lib qat bilan birga kelsa. Birisi javob jumla mazi bo'lib qat bilan birga kelsa. Masalan, yasriq faqat saraqa axullahu min qablu degan Yusuf alayhisalom to'g'risidagi oyatda in yasriq, in degan shart izaga o'xshasha, garchi ma'ni jihati izaga o'xshamasa, shart jihati o'xshaydi. Yasriqdagi yasriq buning shart jumlasi faqat saraqa axullahu min qablu degandagi faqat saraqa qat bilan birga kelgan mazi oldiga fakir deb keskin kirish kerak. Ikkinchisi shart javob jumladagi javob bilak ladin boshqa vositalar bilan inkor qilingan bulutsiz jumla bo'lib qolsa, bunga paning kirishi zarur. Masalan, Qur'oni Karimda "Va may yabtaghi ghayral islam dinan fala yuqbala minhu" deyadi. "Va may yabtaghi ghayral islam dinan" qanday odam islomdan boshqani o'ziga din qilishga izlaydi ekan, da'vo qiladi ekan, fala yuqbala minhu, undan qabul qilinmaydi. Mishada men shart vositasi yabtaghi ghayral islam dinan degan jumla shart jumla. Undan keyingi fala yuqbala minhu degan jumla javob jumla. Javob jumla lan bilan inkor qilinib bulutsiz bo'ladi fakirda. Uchinchisi jumla ismiya bo'lib qolsa. Jumla ismiya bo'lib qolsa, buningga fakirish kerak. Masalan,
Men jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. O'shada qanday adam yaxshilikni birini olib kelsa, ya'ni yaxshilikni barliqqa keltirsa, falahu ashru amsalha. Uningga shu ishninki 10 hassiga o'xshash ajr berildi. O'shada falahu deb jumla ismi yog'liq uchun fakirdi. To'rtinchisi talab ma'nosida bo'lib qolsa, talab ma'nosi deganlik bu yerda buyruq bil yoki bulusiz buyruq bo'lib qolsa. Ya'ni javob jumla buyruq bil yoki bulusiz buyruq bo'lib qolsa, buni keskin fakirdir. Masalan, buyruq bil bo'lganning misoli buyruq bil kelganning misoli qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Shunda in kuntum tuhibbunallohdagi inninki shart jumlasi kuntum tuhibbunalloh. Javob jumlasi fattabi'uni. Buyruq bil kelib qoladi, buni fakirdi. Bulusiz buyruq kelganning misoli fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffardiki fa in alimtumuhunna mu'minatindiki alimtumuhunna mu'minatin inninki nimasi shart jumlasi bo'ladi. Fala tarji'uhunna ila al-kuffar bunun nimasi bo'ladi? Javob jumlasi bo'ladi. Bu bulusiz buyruq bil kelib qolganlik uchun unga fakirdi. Mana bugungi darsimizdagi umumiy shart munosabatlik ahvol mana shu. Bu tarafı tushunish bo'lgan bo'lsa, tekstni o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib beray. الدرس الثالث عشر. أمعجم هذا يا فضيلة الشيخ؟ نعم، هذا معجم مدرسي. إذا أردت أن تشتري معجما فاشتري هذا فإنه مفيد جدا. يا أستاذ، قلت معجم مدرسي، أمدرسي منسوب إلى مدرسة؟ وإذا كان الأمر كذلك فأين تاؤها؟ نعم، هو منسوب إلى مدرسة. إذا نسبت إلى اسم مختوم بتاء التأنيث حذفت التاء، فإذا نسبت مكة مثلا قلت مكي. أفهمت؟ نعم، جزاك الله. يدخل المراقب. ألم يأتي الحسين؟ نعم، لما يأتي. إذا جاء فقل له يأتني في مكتبي، فإن له برقية. أين إبراهيم؟ أتأخر اليوم أيضا كعادته؟ إذا جاء فلا تسمح له بالدخول وليذهب إلى المدير إن شاء الله. يخرج المراقب. يا حشام، اقرأ الآية الواردة في الدرس بعد الاستعاذة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اقرأ الأحاديث الواردة في الدرس يا أبا بكر. الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. الحديث الثاني: قال أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الحديث الثالث: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. يسمع صوت العطس. من العاتس؟ أنا يا عبد الهادي، إذا عتست فاحمد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عتس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهدكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. أمعجم هذا يا فضيلة الشيخ؟ Hürmetli şeyh, bu kamus mu? Muacem degene bizim matlemimizdeki lügat, kamus degen ma'noda. Naam, hada muacemun madrasiyun. Bu o'quvchilar qamusi, ya'ni madrasa asosi maktab qamusi degan gap. Ya'ni maktabdagi o'quvchi o'qituvchilar ishlatadigan qamus. Idza aradta an tashtariya muajaman fashtari hada. Siz qamus sotmoqchi bo'lsangiz, buni sotib oling. Fa innahu mufidun jiddan. Chunki u bak foydali. Yani şurundaki idza aradta an tashtariya muajaman fashtari hada degandiki idza zarb, ya'ni ravish shartni o'z ichiga olgan. Buningdagi an tashtariya degani buning shart jumlasi. Garchi mudori bo'lsa-mu, ammo nima idza aradta mozi bo'lsa-mu, mudori ma'noda, ya'ni kelgusi mustaqbal ma'noda tarjima qilinadi. Ya'ni olmoqchi bo'lsangiz kelgusi zamonda fashtari hada buyruq belgilab biz bayatda degandek shartning javobi buyruq bo'lib qolsa buningga fa kirishi zarur. Fashtari da fa shartning javobi kelgan fa hisoblanadi.
Ya ustaz, qult mu'jamul madrasi. Ustaz siz mu'jamul madrasi dedingiz. Bu yerdagi madrasi maktabga nisbat berilganmi? Ya'ni maktabda ishlatiladigan lug'at degan gapmi? Va idza kana al-amru kazalik. Ish shuningga o'xshash bo'lsa, fa ayna ta'uha? Uningki ta'si qani? Mushada. Va idza kana al-amru kazalik ki iza shart vasfı, yani shart harfi, yani shart zarf. Şartın öz ichiga qana. Kana al-amru kazalik buning ismi hisoblanadi. Fa ayna ta'uhu javob jumlasi hisoblanadi. Javob jumla talab bo'lib qolsa, talab deganni biz bayatni tushundigan vaqtda buyruq bil, bulasiz buyruq bil, anikin istifhom, tamanniyning hammasi talab bo'ladi. Ha, nido deganlarninki. Ayna ta'uhu istifhom bo'lg'achqa bu talabga hisob oldig'ini kirdi, fa kirdi. Naam, huwa mansubun ila madrasa. Shundoq u maktabga nisbat berilgan, ya'ni maktabda ishlatiladigan degan ma'noda. إذا نسبت إلى اسم مختوم بتاء التأنيث حذفت التاء. Siz muannasning ta'si bilan oyoqlashgan ismga nisbat bersangiz ta'ni tashlab o'tasiz. Ya'niki iza nasidadagi nasita izaning shart jumlasi, hazafta ta uningki javob jumlasi. Bu yerda yuqorida biz tilga olgan fa kirishga zarur bo'lgan hech qanday shart yo'q. Shunga hazafta ta deb oldiga hech qanday fa kirmadi. Fa iza nasabta ila Makka masalan siz Makkaga nisbat bersangiz bir narsani, Makkaga tava deb nima deysiz? Makki deysiz. Makki deysiz. Tushundingizmi? Ya'ni nasabta ila Makka degani shart jumla, qulta degani javob jumla. Har ikkalasi qanday ma'no tarjima qilindi? Kelgusi zamon ma'nosida tarjima qilindi, ha? Naam, jazakalloh. Shundoq. Alloh sizga mukofotlarni bersin. Yadkhulul muraqib. Nazoratchi kiryotdi. Alam ya'ti Husayn? Husayn kelmadimi? Naam, lamma ya'ti. Ha, taxkammidi. İza jaa faqul lah ya'tini fi maktabi. U kelsa, kelgan vaqtda uning deb qo'ying, mening ishxonamga kirsin. Mening ishxonamga kelsin. Ana shu yerda ikki xil qoida. Birisi iza jaa degandagi jaa buning shart jumlasi, javobi faqul lah bu birinchi javob jumlasi. Birinchi javob jumla. Undan keyin qul talab ma'nosini o'z ichiga olgan javob jumla o'qachqa, ya'ni amr o'qachqa, buyruq bil o'qachqa oldiga fakir surur oldiga. Undan keyin qul o'zi buyruq bil. Buyruq bilning javobida kelgan fil mudori bu sakin o'qildi. Biz oldingi darsda so'zlagan. Ya'tini sakin o'qildi. Sakin o'qildi deb desa oxiridagi ya tashlanganligi bu filning sakin o'qilganligining ishorati. Fa inna lahu barqiya. Uningki tilgaramisi bor. Ayna Ibrohim? Ibrohim qani? أتأخر اليوم كعاد أيضا كعادته. Bugünmü onun adetiga o'xshash kechikdimi? إذا جاء فلا تسمح له بالدخول وليذهب إلى المدير. Kelsa uningga kirishga ruxsat qilmang. Mudirning qishiga bosin shada. إذا جاء degi jaa shart jumla, fala tasmah javob jumla bulusiz buyruq pul bilibdi, ya'ni talab ma'nosini o'z ichiga olgan jumla, bulusiz buyruq pul jumla bilibdi. Bunga nima kirdi? Fa kirdi. Inshaalloh. نظرات تشكيل ودودو. يا هشام اقرأ الآية الواردة في الدرس. هشام درس تكاغان آياتنا أقو بعد الاستعاذة أعوذ بالله دبوغان دينكين. وإذا ثالك عبادي عني فإني قريب. بندلرم سيزدن من توغرلوق سولسا من يقندرمن. مش هذا؟ إذا سألك عبادي عني همسي إذا ننكي شرط جملسي فإني قريب degani javob jumla. Biz bayatda degandek javob jumla ismiya bo'lib qolsa, uni nima kiratdi? Fa kiratdi. Bu yerga shunga fa kirdi. Fa innidagi fa iza degan shartning javobida kelgan fa. Iqro al-ahadith al-waridata fi ad-dars ya Abu Bakr. Abu Bakr darsda kelgan hadislarni o'qing. Al-hadith al-awwal, birinchi hadis. An Abi Hurayrah radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: "Idza jaa Ramazanu futihat abwabul jannah." Abi Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisolamning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Ramazon kelsa jannatning eshiklari ochiladi. Qarab baqsaq izodan keyin kelgan javob jumla iza jaa Ramazon. Futihat abwabul jannah nima? Jaa Ramazon shart jumla, futihat abwabul jannah javob jumla. Ham javob jumla qarab baqsaq ya oldiga qat kelmabdi yoki ladin g'ayri vositalar bilan nafi qilingan bil mudori emas, yoki jumla ismiya emas va yoki talab ma'nosini o'z ichiga olgan jumla emas. Ya'ni buyruq bil, busiz buyruq bil, istifhom, nido, tamanni degandek. Bundoq ochqa bu yoki hech qanday takrimidi, ammo ma'nida
Film mustaqbal ma'nosida tarjima qildik, muttafaqun alayh. Ikkinchi hadis. Qala Abu Burda, sami'tu Aba Musa miraran yaqul, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ravahul Buxoriy. Abu Burda davotida, men Aba Musaning bir necha qatam mundaq deganligini anglagandim. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan. Banda og'rib qolsa yoki safar qilsa, shu bandaga muqim saq vaqtida, saq holatda qiladigan narsaga o'xshash ajr yeziladi degan. Shu o'rindami iza maridal abdu aw safara ma ikkisi. Maridal abdu yak safara degani shart jumla. Kutiba lahu degani javob jumla. Kutiba yuqoridagi biz degan 4 xil shartning hech qaysiga tushmagachga bu yerga nima ekanmidi? Fakamidi. Ammo ma'ni jihatda har ikkilisini kelgusi zamon shaklida tarjima qilamiz. Ravahul Buxoriy. Al-hadisu salith, 3-hadis. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دن Peygamber aleyhisselamның mundaq deganlik rivoyat qilinadi. Sizlar azanni anglasanglar, muazzin degan gapning o'xshini danglar. Ya'ni muazzin nimsini bildi danglar. Shu o'rinda iza shart sami'tumun nida bu shart jumla. Faqulu degani javob jumla. Javob jumla buyruq pul bo'ladi. Buningga nima kirdi? Fakir vojib bo'ldi. Ana shunda ham tarjimani ham kelgusi zamon shaklida tarjima qilamiz. Yusma'u sawtul utas. Ya'ni tushib kelgan ovoz anglanadi. Manil atis. Tushkurguchi kim? Ana. Man. Ya Abdul Hadi. Hey, hidoyat qiluvchi Allohning bandasi. Iza atasta fahmadillah. Tushkansang Allohga hamd ayt. O'xshashlar. Iza shart atasda shart jumla fahmadillah javob jumla buyruq bo'ldi oldiga nima kirdi fakirdi tushkansang Alloh hamd payg'ambar alayhisalom bundoq degan iza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah sizlarning biringlar tushkansa Allohga hamd bo'lsin desin o'shada falyaqul degani iza atasaninki javob jumlasi bu buyruq bo'lg'achqa oldiga fakirdi ammo ma'nosi mo yana kelgusi zamonda وَلْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ onun qarindishi yoki hamroyi yarhamukallah desin yarhamukallah desin Allah sizga rahmat qilsin desin fa iza qala lahu u uningga bu gapni degan vaqtida ya'ni u hamroyi shu tushkaga odamga yarhamukallah desa iza qala degani fa izaning nimasi javob jumlasi nima shart jumlasi falyaqul desin ya'ni javob jumla olg'achqa fakir vatidi yahdikumullohu va yuslih balakum Allah sizlarni hidayatga boshlasin va sizlarning ahvollaringizni isloh qilsin desin. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Yuqoridagining hammasida izo kelgan shart va javob jumlalarni kelgusi zamon ma'nida tarjima qildik. Mushuni o'qib diqqat qilsak bo'ladi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.